Erim mendan xalqdan qo'rqyaptimi? Yaxshi gapiryapti. Pashol. Avvalambor kuyov bola qizni oilasidagi muhitni ozgina bo'lsa ham o'rganib bilish kerak. Agar u oilasida to'g'ri so'z bilan tushuntirib ish qildirishgan bo'lsa, to'g'ri so'z bilan tushuntirib ish qildirish kerak. Agar uni oilasida faqat qo'pollik yo'li bilan, dag'dag'a yo'li bilan, tahdid yo'li bilan ish qildirishgan bo'lsa, shu yo'l bilan ish qildirish kerak xotiniga. Qo'pollik yo'li bilan ish qilishga o'rgangan qiz yaxshi gapni tushunmasligi mumkin. Qabul qila olmasligi mumkin. Xuddi qo'rqoqdek bo'lib tuyulishi mumkin. Iltimos, mana bu ishni qilib qo'ying, yaxshi gapirib tushuntirsa, haligi qo'pol muomalaga o'rgangan qiz u iltimosni qo'rqoqlikka tortishi mumkin. Erim mendan xalqdan qo'rqyaptimi? Yaxshi gapiryapti. Pashol deyish ham mumkin. Sababi u shunaqa munosabatga o'rgangan. Endi qiz bola o'zini oilasidagi qonun-qoida, muhitini erini oilasiga olib kirishi to'g'rimi yoki noto'g'ri? Mana qarangda, yangi muhitga kirganda albatta o'sha yangi muhitga moslashish kerak kelin. Keyinchalik farzandlarni dunyoga keltirgandan keyin bu уже bitta oila yacheykasi. To'g'rimi? Agar kelinni oilasidagi muhit sog'lomroq bo'lsa, o'sha muhitni bolalariga tatbiq qilish kerak. Va yangi to'g'ri, sog'lom oila shakllanib keladi. Eri ham keyinchalik sekin-sekin nima derdi? Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib zikr qil deydi-yu. Erlar ham agar ayolini keltirayotgan vajlari, tushuntirishlari, dunyoqarashi hurmatga sazovor bo'lsa, albatta er o'sha ayolini muhitini qabul qilishni o'rganishi kerak.